Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz xiyonatdan keyin ayollarda qanaqangi meditsinskiy kasalliklar bo'lishi mumkin, nima asoratlar bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Bugungi meni mehmonim Marziya opa. Marziya opa, o'zingizni tanishtiring. Men Abdiyeva Marziyaman. Tibbiyot fanlari nomzodi, 20 yildan ortiq tajribaga ega shifokor, akusher, ginekologman. Meni taklif qildilar Nilfarxon, shu masalani ozgina ochaylik deb, albatta ko'rib chiqamiz, chunki xiyonatga asosan ayollar uchraydi, to'g'rimi? Erkaklar ko'chani odami deymiz, ularga to'rtta poложено deydi o'zi, miyasiga qo'yib olgan, to'g'rimi? Ular siqilmaydi. Xotinim yurib ketdi deb ham siqiladiganlarni eshitmaganman, masalan-da. Kamdan kam narsa-da bu, ayniqsa o'zbeklarimiz uchun-da. O'shaning uchun xiyonat degan masalada ko'pincha ayollar stradать qiladi. Menga juda ham ko'p kelgan bunaqa ayollar, tasavvur qiling. Nima kasalliklar bilan kelishadi? Ayniqsa mana shu miomalar, kistalar, matkadan to'xtovsiz qon ketishlar bilan keladi-da. Depressiv holatlarni qo'yursa ham bo'ladi. Onkologiya endi bu tez bo'lmaydi, kamida 7 yildan keyin rivojlanadi. Yutilgan emotsiya kamida 7 yildan keyin u chiriydi deydi-ku, qo'pol qilib aytgandan keyin rakka aylanadi-da. Boshlang'ich etaplarda 2 oy 3 oyda potirlab miomalar bilan kelishadi-da. Ko'zi xafa, qarasangiz, kimdan qarayman deb, deyman, eringni ushlab oldim deyman-da. Uni qaraydi, qattiq bildingiz deydi. Sani taqdiringda bo'lsa shu sen yig'laysanmi, siqtaysanmi, siqilasanmi, foydasi yo'q, baribir shu ish bo'ladi deyman. Yoningda bo'lsa umrbod bo'ladigan bo'lsa qoladi sen bilan, yo'q bo'lsa yo'q, buni sen hal qilmaysan deyman-da, tushunyapsizmi u? Qaysi ma'noda eringni boshqarishga harakat qilma deyman, bespolezno deyman-da. O'shanda siz ham psixologik tarafdan ham albatta men ikkinchi mutaxassisligim psixologman, psixosomatologman, diplomli, oliy ma'lumotli. O'shaning uchun men hamma kasallikni psixik sabablari bilan bog'lab yechim beraman, shundagina rezultat tez bo'ladi. Endi qarang, meni oldimga kelgan ayollar bilan xiyonat bilan kelishadi, nafrat, hamma narsa negativ chувствоlar bilan kelishadi. Men o'zim o'ylashim, qarang, meditsinaga отказ qilaman deyman. Shart emas, sen ichki olamin bilan ishlagin, bor dori ichishingga ham anaqa qolmaydi, hojat qolmaydi deyman-da. To'g'rimi bu noto'g'ri? Uning uchun siz eri xiyonat qilmasidan oldin ular bilan ishlashingiz kerak. Xiyonat qilgandan keyin, o'sha mashina bo'lgandan keyin. Xiyonatda bo'lgandan keyin menga o'sha asorat bilan kelishadi. Menga u erim xiyonat qilib qo'ydi deb kelmaydi, tushunasizmi? Ancha payt o'tgan. Chidab, o'ziga kasalliklarni orttirib, o'sha eri bilan yotmaydigan bo'lib ketib, alohida yotamiz necha yildan beri ham deb kelganda, o'sha asorat bilan kelishadi. Dal shu yursang, rak bo'lsa, o'lasan, ketasan, shu kerakmi senga deyman. Iloji yo'q, qo'rqitmasangiz, u tuzalishga ishtiyoq qolmaydi. Как будто uni bor yo'g'i shu eri bilan yashash bo'lganki, eri boshqasini topdiki, bu ayol talon bo'ldi degan his-tuyg'u uni imенно ayollik organlariga kasallik beradi-da, tasavvur qiling. Qanaqa ishlaysiz? Buni yo'li ko'p. Dorilar yozasiz? Обязательно ham dorilar beraman, ham psixologik ishlayman. Qaysi ma'noda? Taqdirga rozi bo'lishda birinchi o'rinda. Peshonangda nima? Bu seni peshonangda shu yozilgan ekan deyman. Qabul qil, rozi bo'l. Nimaga faqat men bilan bunaqa, nimaga menda shunaqa bo'ladi degan narsa o'sha isyon. O'sha taqdiriga norozilik, u kasallikni battar ko'paytiradi, tasavvur qiling. Ana shu nimaga degan. Lekin hozir o'sha rozi bo'lish to'xtatishingiz eng qiyin tochkasida-ku. Lekin uni meni fishkam bor-da, mana shu norozilikchiligini rak bilan, o'lib ketish bilan qo'rqitaman. Endi bu qo'rqitish emas, to'g'risi ham shunga olib boradi. Shuncha boqqan bolalaringni rohatini ko'rmasdan, bir ularni bir sani umrlarga, hajlarga olib borishini ko'rmasdan o'lib ketmoqchimisan deyman-da. Yo'q deydi. Tuzalish xohlaysan ham, ha deydi. O'sha ular eriga ham befarq bo'lib qoladi. Eri kim keladi? Xotinjon qilibdi. O'zi har bitta kasallikni tagida uni kelib chiqish sabablari yo'q. Albatta, hammasi emotsiya. Bizning his-tuyg'ularimizdan, fikrlarimizdan. Lekin o'sha his-tuyg'uni ham hamma har xil qabul qiladi-da, tushunasizmi? Kimgadir farqi yo'q, kimgadir o'ta siqiladi, bitta men pasha o'lib qolgani, kimgadir katta tragediya bo'lishi mumkin-da, tasavvur qiling. Bitta naqa eshitganim. Bitta oilada ikkita farzand bo'ladi. Ota-ona jostki ota-ona bo'lishadi-da. Sen hech narsani qila olmaysan, sen eplay olmaysan degan deb katta qilishadi-da. Bitta bola juda ham muvaffaqiyatli, uspешный bo'lib ketib qoladi. Bitta bola hech narsaga erishmaydi. Nimaga? Bir xil munosabatda bo'lishgan. Chunki har bitta inson o'ziga kerakligini oladi-da. Bu xiyonat orqasida, kasallikning orqasida qanaqadir bir manfaatlar bo'ladi-da. Manfaat qaysi ma'noda? Ayol nimaga kasal bo'lib oladi? E'tibori menga qarasin. Вторичный выгода bu, чисто psixologiya qarasangiz, men g'amxo'rlik qilsin, men bilan chalg'isin,
da o'ziga rahm shafqat tilab jертваga kirib olishdi, tipichniy. O'sha ham uni kasalligini kuchaytiradi. Tushunasizmi? O'shaning uchun bu eng yaxshi yechim deymizmi, eng yaxshi yo'lmi? Boriga ko'nish birinchi o'rinda-da, o'sha rozi bo'lish, taqdirga rozi bo'lish. Qaysi ma'noda? Yaxshi ma'noga burish kerak-da. Bundan battar bo'lmaganiga shukr qilish kerak. Bundan battar bo'lganda, uyimga olib kelib olib yashaganda nima qilardim-da? Birga yashaydiganlar ham bor, конечно. Da, o'shanga shukr qilib turib, мнениясini to'g'rilab, da, ayolni ichki holati to'g'rilansa, tashqi muhit o'zi o'zgaradi. Biza odamni o'zgartira olmaymiz. Biza o'zimizni o'zgartirsak, bizni proyeksiyamizni tashqi odam ko'rsatib beradi. Tamom, boshqa narsa yo'q bu yerda-da. Mana shuni maksimal oddiy, sodda, dehqoncha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Shunda o'zgaradi-da o'sha. Oxirida mana shu maslahat berib ketaylik. Misol, siz o'zingiz maslahatingizni bering, men o'zimnikini bering. Sizga kasallik bilan keldi ayollar. Hozir qisqacha qanaqa maslahat, nimadan boshlashni maslahat berasiz? Kasallik o'zi bu asoratda. Men doktorgacha keldimi, bu o'zi asorat. Bu boshlang'ich etap emas, o'tib ketuvchi etap emas, o'zi asorat bilan kelishadi menga. Buni avvalambor bormi ortiqcha narsa, o'sha meditsinani ham aralashtirish kerak. Men nimaga psixologiyaga kirganman? O'sha faqat meditsinani o'zi kamlik qilgani uchun ham. Men aytib bizda Toshmiyda o'rgatilinadi. Bizda tibbiy psixologiya, hamma psixologiyani o'tganmiz, psixiatriya hammasi o'tilgan bizga. Uni qo'shib davolaymiz, masalan, lekin men diplomist akusher-ginekolog tursa ko'pchilik psixologmisiz? Psixologiyani ham o'qiganmiz qiladi. O'shaning uchun ham men ikkinchi mutaxassisligim psixolog deyish uchun o'sha Nizomiyda o'qib chiqqanman. Rossiyskiy yana 3 ta diplom bor: psixologiya, psixosomatologiya, meditsinskiy psixologiyada. Plus nima demoqchiman? Men shularni ko'rsataman. Odamlarga fakt kerak, bilasizmi? Ovqat qil, ana oshxonada nimadirlar bo'lsa emas, mana bu narsada mana bu ovqatni qil desangiz, odam tezroq qiladi. Unga shunday faktlarni tayyorlab, taqlab beraman, masalan. Plus aytaman, birinchi qadam o'zi sen yiring bosqichiga keldingmi, yiringni tozalash kerak. Psixik holati to'g'rilab, yiringni yuvib chiqarib bo'lmaydi-da. Uni artib, tozalab, svecha qo'yib, tampon qo'ymasa toza bo'lmaydi, tushunasizmi? O'shaning uchun betdan tashqi tozalov, ichki miya, plus dori bilan o'sha mana bu tugunni rakka aylanmasligi uchun erituvchilar qilib, kompleks lecheniya qilib beraman men. Hammasi individualniy, bilasizmi? Masalan, 50 mingdan ortiq ayol ko'rgandirman mana shu 26 yil davomida. Ayol, erkak, bir xil er-xotin ham kelgan, bir xil yosh qizchalarni ham davolab berganman. Vechna qichitib o'tiradi deydi, qo'li tushmaydi, qizarib ketgan, oddiy gijja chiqqanda qiz boladan. Uni hech kim bilmaydi. Detskiy ginekolog bor, voy qo'lini tiqib qo'ymasin, bir balolar deyshadi-da. Shunda bakpasiv olganman, onasini oldida bundoq olib tekshirganmiz. Astritsga gijja chiqib o'tiribdi, mazokni o'zida-da, tasavvur qiling. U bolaga nima, qurt dori berdim, ichini tozaladik, bu yog'ini yuvishga, chayishga qilib berdim. Tashqi cho'miltiradigan vannichka, всё. Bola tinchidi, o'zgarishni boshladi, qizim o'sib ketdi bo'ylari deydi, tasavvur qiling. Bu odam tanasi 12 ta organ sistema, bular shunaqangi ritmda ishlash kerakki, bular hamma o'zini ishini to'g'ri qilsa, balans bo'lsa, odamni masalan o'rtacha umri 150 yilga mo'ljallangan. Lekin biz siqilishimiz, stressimiz, o'zimizga kasal orttirish, o'zini kasalga aylantirishlar hayotda ham, umrda ham kesaveradi va bu boshqa infeksiyalarning kirishiga yo'l ochib beradi. Immunitet pastmi? Buni bunaqa qarasangiz ham masalan himoyangiz pasayadi, ne только mana bu aurangiz deydi-da, tanani himoyasi ham. Chunki mana bu kelayotgan butun zanjirni qatidir uzildi. Taqib bo'lmaydi-ku, shu zanjiringiz uzilsa, tashlab yuborishingiz kerak, to'g'rimi? Yoki o'latish kerakmi uni? O'latish kerak. O'sha to'g'irlash degani, tiklash deganda. O'shaning uchun ayol kishi masalan bitta matkadan iborat emas. Menga kelsa o'sha jigarni ham tekshiraman. Shikoyatiga qarab, ichi qotadimi, uxlashi yo'qmi, hammasi bir-biriga bog'liq-da. Bittada kompleks davolab, ham psixologik, ham meditsinskiy butun qilib beraman. O'sha rezki bilishadi effektini. Masalan, 1 oy lecheniya yozib berib, keyingi oy yana kelasizlar devorsam, o'sha keyingi oy kelmaydi, mana bitta kasalim yozib bordi. Marzipa 2 ta poloska chiqdi. Voy, bu oy ham yana davom etishimiz kerak edi lecheniya. Er-xotin lecheniya qildim, lecheniyalar olishdi. O'sha bu keyingi oyda kelmayapti. Telefon qildim, kelishinglar kerak edi-yu, hayzingni 3-kun kelasan deb. Kelmadi, hayzim dedi. Testdan chiqdi dedi. O'sha mana kecha o'tgan o'ziga tushdi, 5 haftalik homilador. Mana hozir siz o'zingiznikini aytdingiz, men o'zimnikini aytadigan bo'lsam, meditsinani отказ qilardim. Yo'q, baribir kerak, hozir shu narsaga kelganman, chunki
voy rahmat tana ruh qalb meditsina o'zi emas man bu yerda mana bu bitta mutaxassis bo'lish uchun 10 yil o'qish bu ikkinchi maktabda bizlar uchun 10 yil maktabda o'qiysiz 10 yil Toshkentda o'qiysiz doktor bo'lmoqchi bo'lsangiz tasavvur qiling plus yana 5 yil plus minus oldingisi bilan qo'shganda o'sha kandidatskiy uchun ham man rosa titkilaganman ayollarni mani ishim aynan 40 yosh bilan 50 yosh ayni xiyonatga uchraydigan ayni miyoma kista o'sadigan da yoki endi erga tekkan 40 yoshda erga tekkanlarim rosa ko'p bo'lgan 40-50 yoshdagini man o'rganganman nizomiyda ham diplom ishim ularni coping strategiyasi bo'lgan stressga tushadiyu ular klimakteriический da klimaks oldi holati ana shular rosa titkilaganmanda aytyapsizmi chunki yosh payti tug'ish payti yosh kelin qaynonani xizmatini qilib yurgan paytda uncha bular aqlli bo'lmaydi qo'pol qilib aytganda er yurib ketdimi yuryaptimi yo'q bilmaydi ham telefonni titkilashni ham bilmaydi masalanda ana bu 40 ga kirgandan keyin aqlli bo'lib qoladimi keyin boshlanadi bolalar tinchigan da qo'pol bo'lsa ham pampers kashadan chiqqan ayol sal o'ziga qarash boshlaydi keyin sal eriga e'tibor berish boshlaydi qarasa eri nito mana shundan kelib chiqadi o'zi tanada o'shanda simptomlar boshlansa meditsinani albatta aralashtirishimiz kerak simptomlar boshlanmadi degani manda hamma narsa joyida degani emasda kasallik muammo bizani nimadan kelib chiqadi birinchi chuvstolarimizdan fikrlarimizdan negativ xayollar kelyaptimi bilingki siz nimadir уже sizda yig'ilyapti o'zingizni yomon his qilyapsizmi hech narsa degani emas ana bizada mana bunaqa udar bo'lishi kerak-ku yo'q kasal bo'lishingiz kerak katta katastrofa narsa bo'lishi kerak skori kelib olib ketsa keladi muammo o'shanda muammo o'zi kichkina bizani anaqa kichkina hujayralarimiz boshlanadi kichkina qayerdadir o'zimizni yomon his qilishni boshlaymiz turmush o'rtog'imiz nimadirlarni sezishni boshlaymiz ana o'shandan boshlaylik Fortune, man shuni tarafdoriman. Bosh ushlanishiga, конечно. O'shandan e'tibor berib, ayollar o'sha paytdan o'ziga e'tibor berish boshlasa, masalan, u doktorgacha kelishiga ham ehtiyoj qolmaydi, tushunasizmi? Lekin ular yutadi-da ichiga, aytibman. Yutib oxiri portlagandan keyin o'sha kech bo'ladi. Qanchasi o'sha operatsiya stoliga yotishga to'g'ri keladi. Bunga sabab boya aytganingizdek, ayol o'zini tanimasligi, emotsiyalarini bilmasligidan kelib chiqadi. Emotsiyasini nomlashni bilmaydi, dajmanga keladi. Nima his qiling, nima u deydi. Rahmat. Ko'p narsa bunaqa gaplar ayollar bilan bog'liq ko'p narsalar bor deydi-yu. Rahmat. Mayli, kursingizni o'rgangan ayollar albatta bir ham o'ziga e'tibor berishi, ham ginekolog qachon kerak, ham именно shu masalada xiyonatga uchragan kursingizga aytmoqchiman. Именно o'shan yechimini olsa, ertaga o'ladi. Mana bu ginekologgacha, bir rakkacha kelmasdan yoki bo'lmasam-da o'shalarsiz o'tishiga masalan kerakli yo'l bo'lishi mumkin-da. Xiyonatdan keyingi tiklanish kursimda agar sizda o'sha kasallik darajasiga bo'lib ketsa, marzipam bilan ishlashingiz mumkin. O'tmagan bo'lsa orqaga surmaylik. Shu kurs o'zi yetadi. Bahona topmaylik, kerak emas, shart emas o'zingizni qiynashimiz. O'zingizlarni qadrlaylar ayollar. Yengil ketish imkoni bor. Siz eng baxtlisiga loyiqsiz.